Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun bizlar bilan o'tadigan darsimiz noto'g'ri kasrni aralashsanga aylantirish va aralashsani aksincha noto'g'ri kasrga aylantirish. Darsimizning boshlanmasdan burun o'zinglar bilan birga daftar, qalam tayyorlab olib, meni e'tiqodlarimni tang yozib olsanglar, sizlarning bu darsni o'qib o'rganishinglarda Xudoyim bilsa cho'ng yaxshi bir natijalar bo'ldi. Shuningdek, bor narsani yozishga, ko'chirishga, yaxshi o'qishga odatlaninglar. O'tgan darsda bizlar bilan to'g'ri va noto'g'ri kasrlar aralashsani o'tgan to'q. Endi to'g'ri kasr deb surati maxrijini kichik kasrni to'g'ri kasr deb aytamiz. Esingizda bo'lsa, har qanday to'g'ri kasr birdan kichik. Aytaylik, mushu 7 dan 3 deganimiz bu 3 bo'lingan 7 degan bildirdi. Yoki biz 3 ni 7 ga bo'lsak, boshlansa biz nima o'tdik? 0 3 qoldiqda deb o'tdik. Demak, har qanday to'g'ri kasr u birdan kichik son. Endi noto'g'ri kasr uchun. Noto'g'ri kasrning xolgan birsini yozaylik. Aytaylik 7 dan 7. Biz kasr sizig'ini nima keligini unutmashimiz kerak. Surtini maxrijga bo'lish degan ma'noni bildirdi. 7 bo'lgan 7 teng 1. Aytaylik kelasi aytaylik masalan 7 maxrij qolayosin, surtiga bir 11 degan bir son olaylik. 7 dan 11 bu albatta noto'g'ri kasr. Noto'g'ri kasr 11 bo'lingan 7 deganini bildirdi. Shu chaqda bizga bu yerda 1 4 qoldiqda qolib qoldi. Demak, nima tushungili bo'ldi meshadan? Har qanday noto'g'ri kasr ya 1 ga teng yoki 1 dan cho'ng. Meni qarang, 1 ham 4 qoldiq bu. Demak, 7 dan 7 bu 1 ga teng. 7 dan 11 bu 1 dan nima cho'ng. Kelasi endi biz bildig'imiz har qanday noto'g'ri kasr aralashsan turda yozishga bo'ldi. Mayli surati bilan surtil maxrijdan bo'lsin yoki surati maxrijidan cho'ng bo'lsin. Uningga biz mundaq misol qarashtirib bo'ldi. Aytaylik, bizning boyagi misolimiz 7 dan 11. 7 dan 11 teng. Biz buni 11 ni 7 ga bo'ldik. Shundaqmi? Bizga qancha chiqdi? 1. Qoldig'i 4. Demak, biz maxrijini o'z bitch ko'chiramiz. Bu yoqqa 4 qoldiqni suratiga yozamiz. Yoki uni o'qib chiqsak 7 dan 11 teng 1 butun 7 dan 4. Biz nima qildik degan vaqtda biz noto'g'ri kasrni aralashsang aylantirdik. Yana bir noto'g'ri kasrni olaylik. Aytaylik 10 dan 37. Biz 37 ni 10 ga bo'lamiz. 3 kasr sizig'ini sizaymiz. Maxrijini o'z pitich ko'chiramiz. 37 ni 10 ga bo'lsak, o'yimizni bo'lib atamiz. Bizda 3 chiqdi. Qoldi qancha? 7. 7 qoldi. Mush 7 qoldiqni olib qayga yozamiz? Suratiga yozamiz. Demak, 10 dan 37 deganimiz 3 butun 10 dan 7. Yana bir misol qarashtirib o'taylik. Aytaylik 4 dan 11 deylik. 4 dan 11. 11 ni 4 ga bo'lamiz. 2 chiqdi. 4 ni o'z pitch ko'chirma. Endi 11 ni 4 ga bo'lsam, menda 2 chiqib 3 qoldi. Yoki bu yerda ikkinchi yo'li biz 11 4 ga bo'lgan 2 chiqdirsin. Maxriji 4. 2 ni 4 ko'paysam 8, 11 ni 8 yetsam 3. Oldingi misolda shunday 37 10 ga bo'lgan 3 chiqdi. Surda qancha yozmay deb o'ylagan vaqtida biz butun qismini maxriji ko'paytamiz. Butun qismini maxriji ko'paytamiz. 3 ni 10 ko'paysam 30, 37 ni 30 ni yetsam 7. 7 dan 11. 11 7 bo'lgan 1 butun chiqdi.
1'ni 7 köpetsem 7, 11'ni 7 etsem 4. Endi biz aralash sanını eksince noto'g'ri kesirga aylantiraylik. Bizning oldingi misollarimiz bular noto'g'ri kesirni aralash sanga aylantirdik. Endi aralash sanni noto'g'ri kesir qanday aylantiramiz? Bu bekmi o'ng'ay. Aytaylik 5,4'tün 1. 4'ni o'sib küçedim. 5'ni 4 köpeytip 1'ga qo'shitma. 5'ni 4 köpeytip 1'ga qo'shitma. Yoki bütün qismini mahrajga köpeytip surdi qo'shimiz. 5'ni 4 köpeysem 20, surdi qo'shsam 21. Yoki 1 qo'shsam 7,9'dan 2 deylik. 9'ni mahrajini o'sib ko'chirma. 7'ni 9 köpeytsem 63, 63'ga 2'ni qo'shsam 65. Kelesi bir misol qarashtiraylik. 11,12'dan 5. Teng 12'ni o'sib ko'chirma. Tak 11'dan 12 köpeysem 132, 132'ga 5'ni qo'shsam 137. Endi hurmatli do'stlar, har qanday natural sanni aralash san turida yozishga bo'ldi. Aytaylik, 2ni qanday yozg'ili bo'ldi? 2ni 1,3'tün 3 deb yozg'ili bo'ldi. Chunki 3'ni 3'ga bölsem, kesirsiz bölüşünü bildirdi, ismini chiqarmayli. 3'ni 3'ga bölsem 1, 1'ni 1 qo'shsam 2. Yoki 1,7 27'den 27 deb yozsam bo'ldi. 27'ni 27'ga bölsem 1, 1'ni 1 qo'shsam 2. Aytaylik 5. 5'ni teng 4,7'den 7 deb yozg'ili bo'ldi. 7'ni 7'ga bölsem 1, 1'ni 4 qo'shsam 5. Yoki biz surpla mahrijiga 1 dek solamiz va qolgan sonni olsak bo'ladi. Kelesi mundaq misol qarashtiraylik. Aytaylik 13 bo'lingan 5 deb yozaylik. Bölüşni kesir orqali yozg'ili bo'ldi. Ya'ni bölüngüç surti yozamiz, bölgüchni mahrajga yozamiz. 13'ni 5'ga bölsek bizde bo'ldi 2 butun. 5'ni mahrajga ko'chirma. 2 5 10, 13'ni 10 etsem 3. Yoki 13'ni 5'ga bölsem 2 chiqib 3 qoldiqda. Mana bu mesele qarashtiraylik. Toshqan 47 metr aralıqni 6 sekunda yugurib o'tsa, onun ildamligini tepinglar. Demek biz bu toshqan ildamligini tepishimiz kerak. Ildamlikning formulasi V teng S aralıqni bölümümüz aralıqni yugurib o'tgan vaqtga. Ki yo'lni vaqtga bölümümüz qisqacha. Endi ildamligi teng aralig'imiz bizning 47 metr bölüngen 6 sekund. Teng buni kesir orqali yozaylik. 6'dan 47. 47'ni 6'ga bölsek bizde bo'ldi 7 butun. Mahrajı 6. 47'ni 7 bölgende 7 chiqdi. Mahrajı o'sib ko'chirdim. Qoldiqda qancha biz chiqdi? 5. Demek javobi toshqanning ildamligi 7,6'dan 5 metr sekund. Kelesi misal, Adilda 20 metre oyun oşığı bar bolsa, üstünde 11 oyun oşığı bar. Adildagi oşığı sani üstündekiden qancha hisse köp. Demek biz bu yerde elbette ko'ryapmiz. Adilda 25 üstünde 11 azroq. Yani sual qancha hisse köp deydi. Qancha hisse köp kelligini bilish uchun biz elbette nima qilishimiz kerak? Bölüşimiz kerak. Adilning oşuq sonini üstündeki oşuq soniga. Yeshish. Adildagi oşuq soni 25 bölüngen üstündeki oşuq soni 11. Bunu kesir orqali yozaylik. 25 11 bölsem 2 butun. Mahrajga 11'ni ko'chirma. 25 11 bölgende 2 chiqib qoldiqda 3. Yoki 2'ni 11 ko'paytsam 22, 25'ni 22 etsem 3. Javobi 2,11'dan 3 hisse köp. Kelesi misal 5,6'dan 1 sanida 6'dan 1'din netisi var. Yoki 6'dan 1 ölüştün bu sanı içinde netisi var. Onun için biz nima qilamiz?
Eşitlep koyuluk. 5,6'dan 1'ni biz noto'g'ri kesirga aylantiraylik. Məxrəci öz piç köçürmən, bütün qismini məxrəci köpəytib, 5'in 6 köpəytib, sürdü qoşutma. 5 7 6 30, 1'ni qoşup 31. Demek 6'dan 31 deganimiz 6'dan 1'din qancha tal var? 31 tal var deganini bildirdi. 6'dan 31. 6'dan 1, kelesi 6'dan 2, 6'dan 3 şundaq. 6'dan 1 degan kesirdən 6'dan 31'in içində 31 tal var. Eki sürtü qancha bolsa? 3 tal boldu. Endi biz bu berilgan ölçemlerni, miqdorlarni aralashgan turda yazaylik. Birinchi 2 soat 20 minut. 2 soat deyimiz 2 бүтін 1 soat 60 minut ba. Demek 60 ni məxrəc yazma. Bu 20'ni aparıp sürdü köçürme. Saat. 2 saat 20 minutni saatga aylantirib etdim. Aralashgan turda yazdım. Endi bu yerda bir dili nollarni yazsak bo'ldi o'nglashtirish uchun. 6 bilan 2 ni qisqartirishimiz kerak. 6 bilan 2 ikkalisi 2 ga bo'lindi. 6 ni 2 qisqartsam 3 dan tegadi, 2 ni 2 qisqartsam 1 dan tegadi. Demak 2,3/1 soat deganini bildirdi. Kelesi bizde 3 hafta 5 gün deydi. 3 hafta 5 günni biz 3 бүтін 1 haftada 7 gün ba. Bu 5 günni sürdük aparıp koymayız, köçürümüz. 3,7'den 5. Kelesi bize 2 kilogram 300 gram. 2 kilogram özpiç kalsın. Bütün bu 1000 gramni məxrəc yazma. Çünki 1 kilogramda 1000 gram ba. 300 aparıp sürdük köçürəyi. 2 0 bilen 2 0 zavitey. Şu menin 2,3 kilogram çıktı. 1 metr 15 santimetr. Bunu metre aylandırış gerek. 1 metre köçür koydum. 1 metre 100 santimetr ba. 15'in sürdük bir köçürey. Endi metrede bir işin unutmayalım. Biz yani bir yerde 15 ile 100 qanchaga bölündü? Her ikilisi 5 ga bölündü. Demek 5 ga bu kesirin qisqartib etishimiz kerak. Bütün qismi tegmaymiz. 100 ni 25 qisqartsam 20 dan tegadi. 15 ni 5 qisqartsam 3 dan tegadi. 23 metr. Bega yaptı deyishni unutqaptimi? Kechirsizlar. Demek biz miqdorlarni aralashgan turda yozdik. Kelesi mundaq ta'minlama ishinglar deydi. Bu ta'minlama ish uchun biz o'ng tarafdagi aralashganni noto'g'ri kesirga aylantirishimiz kerak. So'ng tarafini o'z pechi ko'chirib oldimi? Tam aralashgan noto'g'ri kesir aylantirganda hech qachon bu məxrəci qiyməti o'zgarmaydi. Endi 2 ni 11 ko'paytma. 22. 22 ni 7 qo'shma 29. Yoki qoida bo'yicha bütün qismini məxrəci köpəytib sürtiga qo'shib beramiz. Endi bu o'tirda tang degan belgi turdi. Bu tang degan belgining ma'nosi nihoyatda cho'ng. Qaranglar. Tang degan so'z so'ng taraf kasr va o'ng taraf kasrning ma'nosi tang. Bu yerda bayqab o'tirib yaxshilab qarasak, məxrəcləri o'zaro tang. Demek her iki tang kesirinin məxrəcləri tang bolsa, bu yerden ularning suratları mı bo'ldi? Tang bo'ldi. Demek x qo'shilgan 3 bilan 29 sonlarning o'zaro tengkelligi kelib chiqdi. Bu yerdan x tang qandaqsan 3 qo'shsa 29, albatta 26 ga. Bizning oxirgi misolimiz kesirni qisqartib aralashgan turda yozinglar dedi. Kesirni qisqartish degan qoidani yana bir qadim esingizga tushirib o'tgandek, kesirni qisqartish deganimiz kesirning sürtülen məxrəcini birdek yoki 0 dan farqlanadigan songa bölüş. Bu yer biz bayqab o'tasak 77 bilan 44 her ikkilisini 11 ga qisqartishga bo'ldi. 44 ni 11 qisqartsam 4 ni tegdi. 77 ni 11 qisqartsam 7 ni tegdi. Yani 24 ile 9 qisqartqılı bo'ldi. Bu her ikkilisini 3 qisqartqılı bo'ldi.
kelsa 3 ga bölünadi. 9 ni 3 qisqartsam 3 ni tegadi, 24 ni 3 qisqartsam 8 ni tegadi. Endi bizde qilgan sonlarni o'zaro ko'paytiramiz. 8 7 4 32 7 3 21. Bizden noto'g'ri kesir chiqdi. Buni biz aralasan aylantirishimiz kerak. 32 21 ga Chernoviy tixurlab bo'lsanglar bir butun chiqdi, maxraji o'zgarmaydi. Qoldiqda qancha? 11. Shuni bilan hurmatli do'stlar, bugungi bizning sizlar bilan noto'g'ri kesirni aralasan aylantirish va aralasan noto'g'ri kesir aylantirish darsimiz tamomlandi. Sizlarning qiziqtirayotgan hisoblaringlar, savollaringiz bo'lsa, kommentariyga qoldirsangiz bo'ldi. Albatta, sening bu taklifingni e'tibor qilib, kelasi darslarda texnik yaxshilab tushuntirishga inshaalloh tirishman. Bo'pti, xo'sh, salomat bo'linglar.